Jahongir aka, hozirgi anomal issiqda qanaqa vitamin ichishni tavsiya qilmaysiz? Xo'p, to'g'ri savol bu. Aslida unaqa cheklov yo'q. Lekin anomal issiqda ko'p uzoq vaqt ochiq havoda yuradigan bo'lsak, organizmimizda o'rtacha 1-1,5 litr suyuqlik chiqib ketadi, suv miqdorida. Lekin bu narsa bizani ba'zi bir vitamin va mineralni so'rilishini, organizmimizga singishini miqdorini tushirib yuboradi. Shuning uchun ehtiyot bo'ladigan joylari bor. Bu quyidagi vitamin va mineral. Hop, birinchi mineralimiz bu temir minerali hisoblanadi. Bu mineral avvaldan ichakda so'rilishi juda qiyin bo'lgan mineral hisoblanganligi uchun yozda ichaklarimizdagi suv miqdori kamayib, degidratatsiya bo'lib ketganligi uchun uning so'rilishi yanada 2-3 barobarga qiyinlashadi. Shuning hisobidan bu ichakka tushgandan keyin ichakni GL traktini yallig'lab qo'yishi mumkin. O'shani hisobidan ichib ketishi, ko'ngil aynish, qayt qilishgacha bo'lgan holatlarni olib keladi va so'rilishi buni juda tushib ketadi. O'shaning uchun juda issiqda bu narsani ichish tavsiya qilinmaydi. Ikkinchisi vitaminimiz vitamin C. Mega dozirovkada, ya'ni 1000 mg va undan ortiq holatda buyraklarimizdagi suv kam miqdorda, ya'ni umumiy suvsizlangan holatda ichadigan bo'lsak, bu qo'shimchamiz oksalatga aylanadi va kristallanib qolish xavfi bor buyraklarda.